Salom aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun g'oyatda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi zamonda internet va aloqasiz qolish nafaqat noqulaylik, balki ba'zida xavfli ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa, elektr ta'minotida uzilishlar bo'lganda doimiy aloqada bo'lish qanchalik muhimligini hammamiz his qilganmiz. Bugun men sizga aynan shunday vaziyatlardan bepul internet va aloqani qanday ta'minlash mumkinligi haqida juda qimmatli ma'lumotlarni taqdim etaman. Bu axborot har biringizga tegishli va uni bilish shart. Shuning uchun iltimos, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlarni hech qayerdan topa olmaysiz. Muammoning mohiyati, oldinlari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Bundan bir necha yil oldin. Bizning hayotimiz elektr energiyasi va an'anaviy aloqa vositalariga juda bog'liq edi. Agar elektr toki uzilsa, uyimizdagi router ishdan chiqardi, mobil telefonimiz quvvati tugasa, aloqa butunlay uzilardi. Bunday vaziyatlarda nafaqat internetdan foydalana olar edik, balki yaqinlarimiz bilan ham bog'lana olmasdik. Bu ayniqsa qishloq joylarda tabiiy ofatlar yoki favqulodda vaziyatlarda juda katta muammolarni keltirib chiqarardi. O'sha paytda bepul internet degan tushuncha deyarli afsona edi. Aloqa xizmatlari esa har doim ma'lum bir to'lov evaziga taqdim etilardi. Ko'pchilik uchun sifatli internetga ega bo'lish qimmatbaho xizmat bo'lib, hammaga ham erishib bo'lmasdi. Raqamli tafovut deb ataladigan holat, ya'ni jamiyatning bir qismi zamonaviy texnologiyalardan bemalol foydalana olsa, ikkinchi qismi bunga imkoniyati yo'qligi juda yaqqol sezilardi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Global tendensiyalar va aholining barcha qatlamlarini raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash, shuningdek favqulodda vaziyatlarda uzluksiz aloqani kafolatlashga qaratilgan qat'iy siyosati tufayli yangi dastur ishga tushirildi. Bu dastur nafaqat ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni arzon, ba'zan esa bepul internet bilan ta'minlashni ko'zda tutadi. Balki elektr ta'minotida uzilishlar yuz berganda ham aloqani saqlab qolishga imkon beruvchi innovatsion yechimlarni ham o'z ichiga oladi. Asosiy o'zgarish shundaki, endi biz elektrsiz ham ishonchli aloqa va internetga ega bo'lishimiz mumkin. Bu oddiygina texnologik yangilik emas, balki ijtimoiy adolat va har bir fuqaroning axborot olish huquqini ta'minlashga qaratilgan ulkan qadamdir. Dasturning rasman Odo Breno deb tasdiqlanishi esa uning jiddiy va davlat miqyosidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Bu endi oddiy tashabbus emas, balki amalga oshirilgan va faoliyat yuritayotgan tizimdir. Asosiy qism bitki. Nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, dasturning tafsilotlariga chuqurroq kiraylik. Bu dastur asosan aholining ma'lum qatlamlari uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga bepul yoki sezilarli darajada imtiyozli internet va aloqa xizmatlarini taklif etadi. Ayniqsa elektrsiz sharoitlarda. Bu yerda asosiy e'tibor barqarorlik va erishimlilikka qaratilgan. Dasturning maqsadi va texnologiyasi. Dastur ikki asosiy yo'nalishda ishlaydi. Birinchidan, u ma'lum ijtimoiy toifalarga mansub aholini arzon yoki bepul internet bilan ta'minlaydi. Ikkinchidan, u favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan elektr toki uzilganda ham aloqani saqlash uchun texnologik yechimlarni joriy etadi. Elektrsiz degani shuni anglatadiki, dastur doirasida tarqatiladigan yoki o'rnatiladigan qurilmalar past quvvat sarfi bilan ishlaydi va ba'zan o'z ichiga kichik batareyalar yoki quyosh panellari kabi muqobil energiya manbalarini o'z ichiga oladi. Bu qurilmalar, masalan, kichik uyali aloqa uzatgichlar, energiya tejovchi modemlar yoki maxsus aloqa terminallari bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda sun'iy yo'ldosh aloqa texnologiyalaridan foydalanish ham ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu esa an'anaviy infratuzilma ishdan chiqqanda ham aloqani ta'minlaydi. Asli kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida bu yerda tashvishlanish emas, balki ogoh bo'lish va imkoniyatlardan foydalanish kerak. Bu dastur haqida bilmagan va unga ehtiyoji bor har bir fuqaro bu ma'lumotlarni bilishi shart. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zosi bo'lsangiz, qishloq joyda yashasangiz, talaba bo'lsangiz yoki tez-tez elektr ta'minotida uzilishlar bo'ladigan hududda yashasangiz, bu dastur siz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Siz bu imkoniyatdan bexabar qolib, o'zingizni va oilangizni muhim aloqa vositalaridan mahrum qilishingiz mumkin. Kimga kerak emas yoki g'amroq darajada, agar siz allaqachon yuqori tezlikdagi uzluksiz internetga ega bo'lsangiz va aloqa muammolariga duch kelmasangiz, bu dastur sizning kundalik hayotingizga katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Biroq favqulodda vaziyatlar hech kimni ayamaydi. Shuning uchun
Hatto siz yaxshi ta'minlangan bo'lsangiz ham, bu dasturning mavjudligi va uning mexanizmlarini bilish har doim ortiqcha bo'lmaydi. Bu axborot, masalan, yaqinlaringizga yordam berishingiz uchun yoki siz yashayotgan hududda katta miqyosdagi elektr uzilishi bo'lgan taqdirda zaxira aloqa variantlarini bilish uchun kerak bo'lishi mumkin. Astronoz bir nechta aniq misollar va raqamlar. Bir misol. Qishloq joydagi Aliyevlar oilasi. Farg'ona viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi Aliyevlar oilasi 6 kishidan iborat. Ularning yillik daromadi shahar aholisining o'rtacha daromadidan ancha past. Qishda tez-tez elektr uzilishlari bo'lib turadi. Ba'zida hatto bir necha soatgacha davom etadi. Shu sababli bolalarning onlayn darslarga qatnashishi, ota-onaning davlat xizmatlaridan foydalanishi yoki eng oddiy yangiliklardan xabardor bo'lishi juda qiyin edi. Ular bu dastur doirasida mahalliy hokimiyatga murojaat qilishdi va o'z uylariga kichik energiya tejovchi modem o'rnatishdi. Bu modemga kichik quyosh paneli ulangan bo'lib, u elektr uzilganda ham kuniga kamida 46 soat davomida barqaror internet taqdim etadi. Oilaga har oy 10 giga miqdoridagi bepul trafik ajratilgan. Bu ularga har oy taxminan 7000 so'm mablag'ni tejash imkonini berdi va eng muhimi, ular endi elektrsiz ham dunyo bilan aloqada. Bolalar darslardan qolmayapti, ota-onalar esa muhim ma'lumotlarni o'z vaqtida olib turishibdi. Ikki misol. Talaba Saidaning ta'limga erishish imkoniyati. Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalaridan birida tahsil oluvchi Saidaning oilasi ham ta'minlangan. U ijarada yashaydi va internetga doimiy ulanish uchun pul to'lash uning byudjetiga og'irlik qiladi. Ayniqsa, uy egasining elektr hisoblagichi eskiganligi sababli ba'zida elektr uzilishlari uning dars tayyorlashiga xalaqit berardi. Yangi dastur doirasida u o'zining talabalik guvohnomasi va kam ta'minlangan oiladan ekanligi haqidagi ma'lumotnoma bilan murojaat qilib, universitet kampusidagi maxsus ta'lim markazlari orqali bepul aloqa imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu markazlar doimiy elektr ta'minoti va zaxira batareyalar bilan jihozlangan bo'lib, Saidaga kuniga kamida 3 soat tezkor va barqaror internetdan foydalanish imkoniyatini beradi. Natijada u har oy internet uchun sarflaydigan 2000 so'm pulni tejab, bu mablag'ni boshqa ehtiyojlarga sarflashga muvaffaq bo'ldi va o'z o'qishini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Aslos 3 misol qishloq tadbirkorlari uchun uzluksiz aloqa. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi kichik bir qishloqda yashovchi tadbirkor Azam aka o'zining chorvachilik fermasini boshqaradi. Uning biznesi onlayn savdo va buyurtmalar qabul qilishga asoslangan edi. Ammo qishloq infratuzilmasi ba'zan yetarli bo'lmagani uchun elektr uzilishlari uning ishiga jiddiy ta'sir qilardi. Ba'zan bir necha kun aloqasiz qolardi. Bu buyurtmalarning yo'qolishiga, mijozlarning noroziligiga va hatto oylik daromadining 27-2% kamayishiga sabab bo'lardi. Dastur doirasida uning fermasiga maxsus energiya samarador aloqa moslamasi o'rnatildi. Bu moslama ichki batareya va kichik quyosh batareyasi bilan jihozlangan bo'lib, elektr uzilganda ham 12 soatgacha uzluksiz aloqani ta'minlaydi. Azam aka endi o'z buyurtmalarini doimiy qabul qilmoqda. Mijozlar bilan aloqa uzilmayapti va uning biznesi elektr uzilishlaridan deyarli zarar ko'rmayapti. Bu unga har oy o'rtacha 300 ming so'm qo'shimcha daromad keltirishga yordam berdi. Astronoz ko'p misol. Favqulodda xizmatlar uchun aloqa. Isitish, katta miqyosdagi tabiiy ofat. Masalan, kuchli bo'ron yoki suv toshqini sodir bo'lganda an'anaviy aloqa tarmoqlari ishdan chiqishi mumkin. Farg'onada yuz bergan so'nggi suv toshqini misolida. Elektr uzilishi tufayli hududdagi deyarli barcha mobil operatorlarning bazaviy stansiyalari ishlamay qoldi. Ammo hukumat tomonidan joriy etilgan maxsus favqulodda aloqa nuqtalari tizimi ishga tushirildi. Bu nuqtalar mobil tarzda joylashtirilgan o'z batareyalari va sun'iy yo'ldosh orqali aloqa qiluvchi stansiyalardan iborat bo'lib, elektrsiz sharoitda ham ishlaydi. Qutqaruvchilar, shifokorlar va mahalliy hokimiyat vakillari aynan shu fan nuqtalari orqali markaz bilan bog'lanib, vaziyatni nazorat qilib turishdi. Zarur yordamni chaqirishdi. Bu tizim tufayli minglab odamlar haqidagi ma'lumotlar tezkor almashildi va qutqaruv operatsiyalari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu esa ko'plab hayotlarni saqlab qolishga yordam berdi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday dasturda bo'lgani kabi, bu dasturning ham o'ziga xos jihatlari, cheklovlari va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik nuqtalari bor. Bepul internet va aloqa iborasi juda jozibador yangrasada, uni to'g'ri tushunish va noto'g'ri talqin qilishdan saqlanish muhim. 1. Asr bepul so'zining ma'nosi
Bu yerda bepul degani har doim ham cheksiz, yuqori tezlikdagi va hech qanday shartsiz internet degani emas. Ko'p hollarda bu bepul degani ma'lum bir trafik hajmi. Masalan, oyiga 5, 10, 20 gigabayt yoki faqat ma'lum bir maqsadlar. Masalan, ta'lim platformalari, davlat xizmatlari portallari. Favqulodda vaziyatlardagi aloqa uchun bepul bo'lishi mumkin. Ba'zi dasturlar esa faqat ma'lum ijtimoiy toifalar, masalan, kam ta'minlanganlar, nogironligi bor shaxslar, faxriylar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu asosan davlat tomonidan subsidiyalangan yoki ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalar ekanligini anglatadi. Shuning uchun ariza berishdan oldin aynan qanday shartlar asosida bepul ekanligini aniqlashtirish shart. Masalan, Farg'onadagi Aliyevlar oilasiga berilgan eng yirik trafikdan keyin qo'shimcha trafik uchun minimal to'lov belgilangan bo'lishi mumkin yoki tezlik sezilar darajada, geografik cheklovlar va infratuzilma. Dastur barcha hududlarda bir xilda joriy etilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi chekka hududlarda infratuzilma hali to'liq rivojlanmagan bo'lishi yoki maxsus qurilmalarni o'rnatish texnik jihatdan qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun dasturning siz yashaydigan hududda amal qilishini va texnik imkoniyatlar mavjudligini tekshirish muhim. Toshkent shahrining markaziy tumanlari uchun bu dasturning dolzarbligi kamroq bo'lsa, uzoq qishloqlar uchun juda muhimdir. Ba'zi joylarda faqat mobil aloqa tarmoqlari orqali ulanish imkoni bo'lsa, boshqa joylarda sun'iy yo'ldosh aloqasi talab etilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha uskunalar talab qilishi mumkin. 300. Tuzoqlar va suiiste'molliklar har qanday ijtimoiy dasturda bo'lgan kabi, bu yerda ham ba'zi suiiste'molliklar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ba'zi shaxslar dasturdan foydalanish huquqiga ega bo'lmasa ham, soxta hujjatlar orqali imtiyozlarni qo'lga kiritishga urinishlari mumkin. Yoki dastur doirasida taqdim etilgan qurilmalar boshqa maqsadlarda ishlatilishi mumkin. Shuning uchun dasturning shaffofligi va nazorati juda muhimdir. Foydalanuvchilar o'z navbatida o'zlariga berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishlari va dastur shartlarini buzmasliklari kerak. Aks holda imtiyozlar bekor qilinishi yoki hatto qonuniy javobgarlikka tortilish mumkin. Uskunalar va texnik xizmat ko'rsatish. Elektrsiz aloqa deganda har doim ham mustaqil, texnik xizmat talab qilmaydigan tizim tushunilmaydi. Bu qurilmalar batareyalarni zaryadlash, dasturiy ta'minotni yangilash yoki hatto ba'zida ta'mirlashni talab qilishi mumkin. Agar qurilma bu dastur doirasida berilgan bo'lsa, unga texnik xizmat ko'rsatish qanday amalga oshirilishini, kim javobgar ekanligini va qancha muddat kafolat berilishini oldindan aniqlashtirish zarur. Misol uchun, Azam Akaning fermasiga o'rnatilgan moslamaning batareyasi ma'lum muddatdan keyin o'z resursini tugatishi mumkin va uni almashtirish tartibini bilish zarur. 5. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik. Bepul xizmatlardan foydalanganda. Ma'lumotlar xavfsizligi masalasi ham dolzarb bo'lishi mumkin. Dastur doirasida taqdim etilayotgan aloqa kanallari orqali uzatilayotgan ma'lumotlar qanchalik himoyalanganligini bilish muhim. Davlat dasturlari odatda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlasa-da, har ehtimolga qarshi ehtiyot choralarini ko'rish zarar qilmaydi. Shaxsiy ma'lumotlarni uzatishda, parollardan foydalanishda yoki shubhali havolarga kirishda ehtiyot bo'lish kerak. Xulosa qilib aytganda, bu dastur juda katta imkoniyatlarni taqdim etadi, ammo undan oqilona va shartlarni bilgan holda foydalanish zarur. Bepul degan so'zga yo'pishib olib, boshqa shart-sharoitlarni e'tiborsiz qoldirish noto'g'ri tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu imkoniyatlardan foydalanish uchun siz aniq qanday qadamlarni qo'yishingiz kerak? Bu yerda sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. O'zingizning huquqingizni aniqlang. Kimlar murojaat qilishi mumkin? Birinchi navbatda, sizning ijtimoiy statusingiz bu dasturga to'g'ri kelishini aniqlash kerak. Odatda dastur kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yakka yashovchi pensionerlar, ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar, ayniqsa ijtimoiy yordamga muhtoj talabalar hamda chekka qishloq joylarda istiqomat qiluvchi aholi uchun mo'ljallangan. Ba'zi hududlarda elektr ta'minotida doimiy uzilishlar kuzatiladigan joylardagi barcha aholi uchun ham ma'lum imtiyozlar bo'lishi mumkin. Hududiy qamrov. Dasturning siz yashayotgan viloyat, tuman yoki mahalla hududida faoliyat yuritishini tekshiring. Ba'zi dasturlar pilot loyiha sifatida boshlanib, keyinchalik kengayishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Mahalliy hokimiyat organlari.
birinchi va eng ishonchli manba bu sizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'inlari, tuman, shahar hokimliklari yoki ijtimoiy himoya bo'limlaridir. Aynan ular aholi toifalarni aniqlash va arizalarni qabul qilish bilan shug'ullanadi. Davlat xizmatlari markazlari deyken, ko'pgina davlat xizmatlari endi deyken orqali ko'rsatiladi. Bu dastur bo'yicha ham DXM'da ma'lumot olishingiz va ariza topshirishingiz mumkin. Aloqa operatorlari, ba'zi hollarda dastur operatorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilishi mumkin. Sizga yaqin bo'lgan yirik mobil aloqa operatorlari, masalan, Uzel, Mobius, Ustelecom ofislarga murojaat qilib, bu borada ma'lumot olishingiz mumkin. Ular bu dasturda ishtirok etayotgan bo'lishi mumkin. Web saytlar. Davlatning rasmiy web saytlari, masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, myTinkoq.uz yoki Aloqa vazirligining saytlarida bu dastur haqida batafsil ma'lumot va onlayn ariza shaklari joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta nusxasi, yashash joyi haqida ma'lumot, propiska yoki yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma, ijtimoiy statusni tasdiqlovchi hujjatlar. Kam ta'minlangan oila ekanligi haqida mahalla fuqarolar yig'ini yoki ijtimoiy himoya bo'limidan ma'lumotnoma. Nogironligi bor shaxs bo'lsa, nogironlik guvohnomasi nusxasi. Pensioner bo'lsa, pensiya guvohnomasi nusxasi. Talaba bo'lsa, talabalik guvohnomasi va o'q soni ko'pligi haqida ma'lumotnoma. Agar oila farzandlari ko'pligi sababli murojaat qilayotgan bo'lsa, pastlik daromadlar haqida ma'lumot. Ba'zi hollarda oxirgi 3 yoki 6 oylik daromadlar haqida ish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar dastur daromad mezonlari asosida ishlayotgan bo'lsa, ariza shakli, joyda to'ldiriladigan standart ariza shakli. Arizani qanday to'g'ri yozish kerak? Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, FISH, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami aniq va xatosiz ko'rsatilishi shart. Murojaat sababini bayon etish. Nima uchun aynan sizga bu bepul internet va aloqa xizmati kerakligini qisqacha va asosli ravishda yozing. Masalan, men kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lganligim sababli. Yashash joyimda elektr ta'minotida tez uzilishlar bo'lganligi sababli. Farzandlarimning onlayn ta'lim olishda qiyinchiliklar yuzaga kelayotganligi sababli yoki yoshi katta va yakka yashovchi pensioner bo'lganligim sababli. Favqulodda vaziyatlarda aloqada bo'lishim muhimdir. Kerakli xizmat turini ko'rsatish. Agar dastur turli xil xizmatlarni taklif qilsa, masalan, faqat favqulodda aloqa yoki ma'lum miqdordagi bepul internet. Sizga qaysi biri ko'proq kerakligini ko'rsating. Barcha kerakli hujjatlarni ilova qilishni unutmang. 5. Keyingi qadamlarni kutish jarayoni topshirish. Barcha hujjatlar bilan birga arizangizni tegishli organga topshirasiz. Sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma yoki uning raqami berilishi kerak. Ko'rib chiqish muddati. Arizalar odatda ma'lum bir muddat ichida ko'rib chiqiladi. Masalan, 15 ish kuni. Bu muddat davomida sizning ma'lumotlaringiz tekshiriladi va dasturga mos kelishingiz aniqlanadi. Qurilmani o'rnatish va faollashtirish. Agar arizangiz ma'qullansa, sizga dastur doirasida kerakli qurilma, masalan, energiya tejovchi modem, maxsus sim karta berilishi yoki uyingizga o'rnatilishi haqida xabar beriladi. O'rnatish odatda mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Qurilma o'rnatilgach, u faollashtiriladi va siz bepul internet yoki aloqadan foydalanishni boshlashingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish. Jarayon davomida savollaringiz tug'ilsa, murojaat qilgan idorangizning aloqa markaziga yoki veb saytiga murojaat qilishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, elektrsiz bepul internet va aloqa endi afsona emas, balki real imkoniyatdir. Bu davlatimiz tomonidan aholini raqamli dunyo bilan bog'lash va favqulodda vaziyatlarda aloqani uzluksiz ta'minlashga qaratilgan ulkan sa'y harakatlarining natijasidir. Bu dastur ko'plab oilalar, talabalar va tadbirkorlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ma'lumotli bo'ling, o'z huquqlaringizni biling va bu imkoniyatlardan foydalanish uchun zarur choralarni ko'ring. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlarni sizga qiziq bo'lgan har bir kishi bilan baham ko'ring. Quyidagi izohlarda o'z fikrlaringizni yozing. Bu dastur haqida nimalarni bilasiz? Qanday tajribalarga ega bo'lgansiz? Savollaringizni ham qoldirishdan tortinmang. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Va albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda.
E'tiboringiz uchun rahmat va doim aloqada bo'ling.